Kuni kecha Xorazm viloyati Yangiariq tumanida istiqbolli loyihalardan biri Xorazm Chistalyuk savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatining yangi ishlab chiqarish korxonasi o'z faoliyatini rasman boshladi. Ushbu korxonaning ochilish marosimida tuman hokimi, tegishli tashkilot vakillari, san'at ahli, ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida korxonaning imkoniyatlari, ishlab chiqarish quvvati, ish o'rinlari va istiqboldagi rejalari haqida so'z yuritildi. Mazkur korxona 2019-yilda tashkil topgan bo'lib, o'tgan yillar davomida o'zini ishonchli va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydigan ishlab chiqarish subyekti sifatida namoyon etishga erishdi. Hozirgi kunda korxona o'zining mustahkam texnik bazasiga ega bo'lib, 17-18 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Ushbu mahsulotlar viloyatning turli hududlariga muntazam yetkazib beriladi. Mahalliy bozor ehtiyojlarini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Korxonada bugungi kunga kelib 30 dan ziyod ishchi o'rni yaratilgan bo'lib, ular yurtimiz iqtisodiyoti va xalq farovonligiga xizmat qilmoqda. Mahsulotlar zamonaviy texnologiyalar asosida sifat va ekologik xavfsizlik talablariga muvofiq ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarish jarayonida foydalanilayotgan texnika va uskunalar sohaning eng ilg'or namunalari hisoblanadi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar mazkur korxonaning ochilishi tumanda sanoat salohiyatini yanada oshirish, aholini ish bilan ta'minlash va hududning iqtisodiy rivojiga hissa qo'shish borasidagi ahamiyatini alohida ta'kidladilar. Mana oddiy kir sovun, xo'jalik sovuni deb ataladi. Bir kesmasi necha so'm deb o'ylaysiz? Bizning elatimizdagi marketda 7000 so'm bir kesma kichkina ekan. Shuning ichida necha dona abada bo'laysiz? 30 dona kir sovun bor. Bizlardan buni xalqimiz 50 000 so'mga sotib oladi. Lekin endi 30 dona kir sovunni hisoblang, 7000 so'mdan necha bo'ladi? 200 000 so'm bo'lib ketadi. Kir sovunni oladilar, uyga kelib qishloqda avtomat kir mashinalari solish uchun do'rab solib o'tiradilar. Bizda to'g'ri avtomat kir mashinalari solib yuvasiz. Birinchidan kir mashinani, ya'ni karis yengnidiku, barabani. Shu narsani yuvib ham ketadi. Bunday ishlatsangiz. Mana unda parashoqimiz, ya'ni soda. Ya'ni 5 kilolik sodalarimiz bor biz yani. Bir xili brendlar bilan kelib turibdi chet davlatdan qimmat bahoda oladilar. Baring 180-200 ming so'm oladilar. Bizda yana 5 kilo sodangiz, shu bir pochkangiz 200 ming so'm oladigan narsangiz 50 kilo kir yuvsa, bom 50 kilo. Eng go'shtisi bilan xalqimiz solishtirib ko'raversa, eng zo'r degani bilan solishtirsin, bizda 50 ming so'm oladi. Pulimdan bor. Aytganimdek kir mashinani, avtomat kir mashinani solsangiz, yangi kares, hamma narsalarni yuvib, tozalab kir mashinam umri uzoq qoladi. Ham sifatda, ham bahoda Xorazm xalqi uchun menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman bu narsani. Kelgusida korxona faoliyatini kengaytirish, yangi uskunalarni joriy etish, mahsulot turlarini ko'paytirish va eng asosiysi, ishchi kuchi sonini yanada oshirish rejalashtirilgan. Bu esa nafaqat tuman, balki butun viloyat miqyosida sanoatning yangi bosqichiga ko'tarilishiga xizmat qilishi shubhasiz. Mazkur korxonaning ochilishi bu nafaqat yangi ishlab chiqarish quvvatining ishga tushirilishi, balki yangi imkoniyatlar, yangi ish o'rinlari, innovatsion yondashuv va zamonaviy ishlab chiqarish madaniyatining yanada keng yoyilishiga qo'yilgan muhim qadamdir.